yaxshi. Bugun bizda logopedik ish Mirjalol o'quvchimizni R tovushini postanovkasida ishlaymiz. Albatta biz postanovkada ishlayotganda birinchi galda oldin yuzlarini massaj qilamiz. Chunki har bitta tovush qo'yayotganda bizga massaj alohida o'ringa ega. Undan keyin zondlar bilan tillarini massaj qilamiz hamda nafasi ustida ishlaymiz. Chunki har bitta bolaning nafasi qanchalik to'g'ri, chiroyli, ravon, o'pkalari havoga to'lib yaxshi chiqsa, o'shanda bolada hamma tovushlar yaxshi, chiroyli chiqadi. Undan keyin biz artikulatsiyaning mashqlar qilamiz. Sakrab. Qo'limizni 5 qilamiz. Soat. Bularning hammasi til harakatini ravonlashtirishga, tezligini, sur'atini oshirishga yordam beradi. Hamda biz fonematik idrok ustida ham ishlaymiz. Fonematik idrok ustida nima uchun bolalarda ishlaymiz? Chunki bola qancha so'zlarni yoki tovushlarni to'g'ri eshitsa, o'sha bo'yicha to'g'ri talaffuz qiladi. Mana o'qi. Shikolatni ovozi. Kamazni. Shuning uchun har bitta logoped fonematik idrok ustida albatta bolalar bilan ishlashi kerak. Undan keyin biz albatta bitta leksik mavzu olamiz, yoki mevalar, yoki sabzavotlar, yoki yil fasllari. Keyin biz bolamizda o'sha R postanovkasi, bugun R postanovkasi edi. Unga vaqt ajratib, postanovka ishlarini olib boramiz. Barakalla. Yaxshi. Endi qara. D bitta olganimda R